Demak, keyingi milliy sertifikat misoli bizga mana bunaqa yig'indi beryapti-yu va mana buni qiymatini so'rayapti. Birinchi so'ragan qiymatini ozroq soddalashtirib olaylik. Ya'ni 1/4 karata x ning 4-si plus 1 bo'lingan x ning 4-si deb yozib olay. X ning kvadrati deganim. Endi buni 1/4 har biriga bo'lib chiqsam x kvadratni x ning kvadrati plus 1/x ning kvadrati bo'lar ekan. Endi hozir buni bunday qilib yozib olsam, x ning kvadrati plus o'zimdan bitta 2 qo'shib 1/x ning kvadrati deb buni yozib olsam, yana qo'shgan 2 ni ayirib qo'yadigan bo'lsam, 1/4 demak, mana bu uchalasi menga x plus 1/x ning qavs kvadratini beradi -2. Endi mana uni o'rniga yig'indini olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 36 bo'lar ekan kvadrati. 2 ayrilsa 36 dan 2 ni ayirsak 34. Endi buni qisqartirib yozadigan bo'lsak, 17/2 8/1/2 ni berar ekan. Demak, to'g'ri javob B ekan. Buni yana bitta usuli bor. Mana bunday ko'rinishda yozib olgandan keyin qaraymiz, kvadratmi? Demak, bu dalolat beryapti. Mana bu yig'indini ikkala tomonni ham kvadratga ko'tarishdan dalolat beryapti. Demak, ikkala tomonni kvadratga ko'tarib yozadigan bo'lsam, mana bu bo'ladi. Ikkinchi tomoni 36 bo'lar ekan. Buni ochib chiqsam formula bilan x kvadrat plus 2x ko'paygan 1/x plus x ning kvadrati 36 bo'lsa, shu yerdan x ning kvadrati plus mana bu 1/x ning kvadrati bo'ladi. 1/x ning kvadrati 34 ni beradigan bo'lsa, shunday olib turib, mana shuni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsa, 1/4 karata nechi? 34. Qisqartirsam 2 ga 17/2, ya'ni 8/1/2 chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob